Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan yana men o'sha Krif va meni yangigina videorolikimga xush kelibsizlar bolalar. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Xullas kalom, bugun biz bolalar har doimgidek bilasizlar, fermachilik ishimizga chiqishimiz kerak. Sababi har doim o'zi bilasizlar, hisobda yoki yana ishim bu fermachilik va mana bu yerdagi to'siqlarni ham, ya'ni zaborni ham olib tashladim. Sababi shuni ochib berish va yoqmadi, o'zimga ham bundan qarasa shunaqa zavor bor edi, bilasizlar. Buni olib tashlaganman va hammasini bugun bilmadim nima qilaman. Xullas keling, bugun sizlarga aytadigan bitta yomon xabarim bor. Bu ham bo'lsa, xullas bugun nimasi bo'ladi? Ijara pulini to'lashim kerak palakat, lekin menda bir dina pul yo'q. Tushunursiz. Agarda bugun mer oyligini bersa, juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi bugun oylik oladigan kunim. Agarda oylikni beradigan bo'lsa, bemalol to'lab yuborishim mumkin. Lekin agarda bermaydigan bo'lsa, tamoman ko'chada qolishim aniq. Lekin bilmadim, do'stimdan balkim qarz olib turaman. Ana bu yerdagi magazinchi do'stim. Lekin bermasligi aniq. Sababi 3 marta qarz so'raganman, hali uni ham berishim kerak palakat. Shuncha qarzga botganman. Mayda, lekin hammasini to'g'rilashim mumkin. Uning uchun esa juda ham ko'p pul topish kerak, juda ham ko'p ishlash kerak. Lekin men bunaqa ichda nima bo'ladi, uyning ichida yotaversam, pul qayerdan kelsin? Mayda. Yana kim bor qilyapti? Alo, men eshitaman. Voy, Krif, soat necha bo'ldi? Soat 10:30. Men senga nechta olib kel degandim palakat. Xo'p, mana keldim, o'sha o'zingga yo'qlab qolibman bugun. Jinosan, agarda bunaqa yo'qlab qolaveradigan bo'lsang, ishdan aylasan. Xo'p, mayli, bitta macha kelsiring. Mayli, boshqa qaytarilmasin. Xo'p, Jinosan, nimalar deb tashadim palakat? O'zinglar ko'rdinglarki, tilimni sepi ham chiqib ketyapti. Sababi agarda o'z ijara pulini so'rab, ana chiqarib yuboradigan bo'lsa, nima bo'lishi aniq. Assalomu alaykum mer. Alaykum assalom, Krif. Bana hayot olib keldingmi? Da, mana olib keldim. Siz esa bugun oylikni berishingiz kerak, bilasizmi? Bugun oylik yo'q. Nima qanaqasiga axir? Shunaqasiga prosta tushmay qoldi, endi meni ham to'g'risini Nursin, oxir bugun ijara pulini to'lashim kerak. Lekin yo'q, o'zingni muammong. Nursin, mer mayli. Nursin, agar hozir kelib mendan nima so'raydigan bo'lsa, ijara so'ragan bo'lsa, men aniq tamom bo'lishim aniq. Nursin, mayli, hozir bir amalimiz, do'stimdan qarz so'rab tursam ham bo'ladi. Mayli, bu do'stimdan keyinroq agarda uyimdan haydab yuboradigan bo'lsa, do'stimdan so'rayman, berishi aniq. Undan oldin esa sizlarga o'zingizga qishloqdan ekskursiya o'tkazmoqchiman. Nima uchun deysizlarmi? Xo'las, mana bu yerda yangi 3 ta uy va ana bu yerda ham bitta uy qurildi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli va mana bu yerlar esa yo'l qurildi. Vau bo'ldim. Men bu esa oldingi o'zimning uyimga o'xshar ekan. Mana bu yerda esa podval. Nursin, mayli, endi esa uyimga borib tezroq uyimda yo'qlab qolamanmi yoki-da uyimda bo'lmaymanmi bilmadim, lekin agar hozir nimasi bo'ladi, ijarasi keladigan bo'lsa, tamom. Mayli, bir amalimiz. Hoy, Krif. Nursin, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, ijara, iltimos bir kunga 3 kun muhlat bering, bugun pulim yo'q edi. Senga hozir 3 oydan beri ijara pul to'lamayapsan, bilasanmi? Xullas kalom, uydan haydayman. Yo'q, iltimos undoq qilmang. Yo'q, haqqim bor, bilasan. Nursin, iltimos 3 kun muhlat bering. Yo'q, 3 oy muhlat berdim, to'lamadingiz axir. Stop, nima qildingiz? Tashladim. Og'ir jinnimsizmi, qayerda yashayman? Buni bilmadim. Nursin, mayli. Stop, agar seni garajing ham bor edi. Nursin, garajda yashamoqchi edim. Buni ham ilib bo'ldim. Agarda pulni to'lasang, olib ketishing mumkin. Tushundingmi? Ungacha esa uy yo'q. Nursin, endi nima qilaman palakat? Mana uyimdan haydashdi. Endi nima qilish mumkin? Nima endi tashqarida bo'g'ish bo'lib qolamanmi? Bilmadim. Endi bilmadim nima qilamiz. Mayli, mana bu stop sandiqmi? Bilmadim, mayli. Bilmadim nima. Hozir ko'ramiz. Endi esa biz nimamiz? Bo'lmajim. Sen aytgancha boyaga do'stimdan qarz so'rayman degandim. Menimcha bersa kerak. Sababi 1-3-4 marta so'raganman, bergan. Menimcha shu safar ham beradi. Agarda bermasa, tamoman yaldanammi bilmadim. Salom Jitel. Va salom, Krif, yaxshimisan? Yaxshi, o'zing qalay? Yaxshi. Xullas, Jitel, qarzmi? Yo'q, berib turolmayman. Axir jigarim, sen ham meni to'g'ri tushunasan. Shuncha 3 marta qarz berdim-ku. Lekin axir meni uyimdan haydashdi. Uyni haydashdi. Da ijara puli. Nursin, sen ham shu ozgina bo'mijlashib qo'lyapsan, bilasanmi? Jindimsan? Mayli, hazillashyapman. Lekin pul berib turolmayman, uzr. Mayli, Nursin. O'zi puli juda ham ko'p-ku.
Bilaman endi nima so'radi. Endi bera olmayman to'g'rilas. Tushunarsan, mayli. Mana bu bratandan so'ra. Ayyo, bu vahshiy qizg'onchoq. Bundan so'ragandan so'ramaganim yaxshiroq. Endi nima qilamiz? Talonchilik qilamizmi? Ayyo, hazillashdan matda talonchilik bu menimcha juda ham yomon g'oya. Stop. Ankin, bu kim bo'ldi? Bilmadim, mayli, yangi kelgan qishloqlardan bittasi bo'lsa kerak. O'zi shunaqa qishloqqa yangi kelgan qishloqlarni nima so'radi ustida. Shunaqa nimalar, ya'ni niklar ko'rinib turadi. Malkim playerdan premium sotib olsa, bemalol qishloqqa skinni almashtirsa bo'ladi. Tak, endi daraxt chopib qillas, bilmadim nima qilamiz hozircha. Tak, ana bu tashlandiq uyni remont qilsam bo'ladi. O'sha yerda yamamchi yashashim mumkin bemalol. Hozir o'rnab ko'ramiz. Ungacha esa ozgina daraxt chopishimga to'g'ri keladi. Seni uyimga buzib kiray desam, mana bu devorlarni buzish uchun menda bolta ham yo'q. Yaza bo'lsam bo'ladi to'g'ri, lekin bu esa qoidalardan juda ham zid. Tushunarsan. Mayli, bir amalli emas. Eng birinchi men nima qilsam bo'ladi? Bitta yotoq yasashim kerak, sababi yotoqsiz umuman bo'lmaydi. Tak, endi esa Minecraft fizikalari va Minecraft qoidalarini foydalangan holda bugun hozir men survival qilishga harakat qilib ko'raman. Unchalik ham ko'p survival qilmaganman, lekin mayli, hozir o'rnib ko'ramiz. Tak, endi esa bizga stop, hozir kirka kerak bo'ladi. Sababi bolta yasaydigan bo'lsak, World Edit only mod bilan bu umuman yog'och bolta ishlamaydi. Adminlarni o'zi qo'shishgan. Tak, endi esa ozgina bizga tosh kerak bo'ladi. Toshdan tapor yasab, ya'ni tapor bolta, bilasizlar, ozgina bolta yasaymiz va undan keyin stop, daraxt mana bu yerga qo'yay. Balkim tabiat menga bu yaxshiligim uchun yaxshilik qaytarib, balkim mana bu ijarachi bratan menga uyimni qaytarib berar. Lekin armon, u bitta olib qo'ysa bo'ldi. Qaytarib olish qiyin bo'ladi. Ijara pul qancha desanglar, ijara pul yarim stak, 3 oy yarim stak bo'lib ketgan dollarlikdan. Mayli. Qanaqa to'layman axir? Endi bir oycha mamcha shu yerda bo'mish bo'lib qolishimga to'g'ri keladi va 12 ta tosh, buni bilmadim nima qilaman. Hozir bu bilan tak, biz hozir tapor yasamoqchi edik. Tapor yasaymiz va ozgina bilmadim nima qilaman. Tak, nima qilishim mumkin? Mana bu uyda yashashim mumkin, lekin eng birinchi buni yaxshilab remont qilishim kerak bo'ladi. Baribir tashlandiq, hech kim e'tibordan chekka qoldiradi. Tushunarsan, endi buni buzishga to'g'ri keladi. Qani, opa. Voy, eshik zanglab qopni sindirishga to'g'ri keladi menimcha. Opa. Va bo'ldi, fyotda. Endi esa buni olib boramiz. Sababi o'sha dabdara bo'ldi. Mana uni tashqarisini va ichkarisida stop, qo'ya bitta sandiq bor edi. Nima bo'lishi mumkin? Senursin, chirmovoq. Mana bu sandiq. Lekin bu yerda qanaqa sandiq bo'lishi mumkin bilmadim. Mana bu yerda esa to'rlar, senursin. Agarda bu yerda yashaydigan bo'lsam, o'rgimchaklar bilan o'g'ani bo'lib ketaman. Chunki bu yerda yashamaganim yaxshiroq. Tushunmadim. Stop. Hozirgina men nimalarni ko'rdim? Nima? Qurollar. Tushunarsan. Stop. Men tush ko'ryapmanmi yoki-da? Stop. Hozir. Qani ko'ramiz. Tushunarsan, nechta qurol bu? 6 ta qurol. Bularni sotadigan bitta bratanni bilaman, aniq olib qolishi kerak. Tushunarsan. Buni patrollari ham bor ekan. Ovuk, kuvvashitlar bilan tushunarsan. Bularni sotsam anchagina pul bo'lib qoladi. Tak, hozir buni voy, tushunarsan, kuvvashitlarini buni sotishim kerak aniq. Va nima Deagle bu juda ham qimmat turadigan orужие. Agarda sotadigan bo'lsam, normal pulga ketadi. Tak, bu yerda UMP ham bor ekan, UMP 45. Tushunarsan, Cox skinda juda ham yaxshi. Buni lazer ham bor ekan. Wow, prosta mazza. Tak, endi esa buni boyagi bratanga sotsam bo'ladi bemalol. Menimcha olib qo'rishlar kerak, sababi bu bratan juda ham pulga qiziqadi. Menimcha hech kim ko'rmadi, juda ham yaxshi. Tak, endi esa bratanga boramiz. Assalomu alaykum brat. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, o'z qoli. Yaxshi. Xullas, sizga bitta sovg'am bor. Xo'sh, nima? Qayerdan oldingiz shuncha qurolni? Shuncha qurol qayerdan ko'rdingiz? Invertoringiz ochiq. Tushunarsan, invertorim ochiq qolibdi. Amal xullas, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Menda o'zida 6 ta qurol bor. Nima, qayerdan oldingiz, jannasan? Topib oldim-da. Tushunarsan, buni kuvvashitlar va pritsel ham bormi? Hattoki lazer ham bor. Sizni menga qaratmang. Xo'p, sotib olasizmi? Albatta, bilasiz, qurollar meni jonim. To'g'ri, mayli. Xo'sh, qancha berasiz? Torsak.
bo'ldi brat, addushi juda ham yaxshi. 4 stak bo'lsa 4 stak. No, как раз bugun uyimda haydashgandi. Jarami. Da, mana 4 stak sizga rahmat. Arzimaydi kelib turing yana. Xo'p, kelib turaman. Tushunarsam, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi. Boramiz, ijarani beramiz va uyimizga qaytarib olamiz. Jenursin, men juda ham xursandman, sababi pulimni ana so'radi. Pullarimga endi bemalol uyimni qaytarib olsam bo'ladi. Tak ijarachi mana bu yerda bo'lish kerak. Assalomu alaykum. Omadsiz. Nima qanaqa omadsiz? Xullas kelam, uyimni qayta sotib olaman. Stop, ijarani to'lamoqchimisan? Da, mana 3 oyligini olishingiz mumkin. Qo'y, yomon emas, mana kalitni olishim mumkin. Bo'ldi. No, boshqa ko'zimga ko'rinmang. Nima deding? Boshqa ko'zimga ko'rinmay, jinoson qo'shdik. Bu ozgina jahildir bratan. Shuning uchun tak endi mana o'zingiz ko'rishingiz mumkinki, endi biz uyimizda qaytarib oldik. Tak bu kalit menimcha mana bu yerga ham to'g'ri keladi. Tak oppa, всё normali ochildi. Tak uyimni ham endi ochaman va jonajon uyim, o'z uyim o'lang to'shagim deyshadi. Kirganda mazaq bordim. Juda ham yaxshi. Tak endi bu yerga solaman va mana bularni tashlab yuborsam ham bo'ladi. Tak ketmamiz deb qo'yaman, telefonimni ham solaman va bo'ldi. To'g'risini aytsam, uyimni qadri shu yerda bilinadi. Jinursin tashqari ozgina sovuqroq, shamol esib turibdi. Mayli, juda ham yaxshi. Endi bularni mana bu yerga tashlab yuborsam ham bo'ladi. Tak, hozir bularni tashlab yuboramiz va всё bo'ldi. Menimcha crafting table kerak bo'lib qolishi mumkin. Mana bu yerga qo'ysam bo'ladi menimcha, ya'ni garajimga. Tak, mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Nima bo'ladi? Narsani ortiqchasi yo'q. Juda ham yaxshi. Bo'ldi, endi esa ichkari kirib, mazza qilib uyimda video olaman. Sababi boyatdan beri och qo'yib ketdim. Bu yerda mana go'sht bor ekan, juda ham yaxshi. Olma yeganim yaxshiroq va olma yeb mazza qilib, balkim dizaynerlik qilaman. Dizaynerman bilasizlar. Agar dizayn kanalimni olmayotgan bo'lsanglar, men Telegram kanalimga tashlab qo'yganman dizayn kanalimni. Bemalol o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Endi Minecraftga kirib mazza qilib videolar olaman.